Şundan da bizning endi bu traktorlar boyunca avariyalarning şoğlağı endi bizning şundan da ters travma boyunca bunday avariyalar bilim ham tan jarohatlari uchraklarini ko'proq keltiradi, chunki endi skorostnoy rejim bo'yicha bizning shuruq trassada harakat etuvchi KAMAZ 30 bor ekan, bizlarni 90 km bilan boramiz, 100 bilan boramiz, ko'rib qoladi. Va 20 km tezlik bilan boruvchi traktor ortidan endi bizning endi har birimizning ko'z oldidan yana o'tirib qoldim degan fikr bilan o'zimiz bitamiz. Shunga endi o'rtaq fikrli bu harakatga deb aytayim, tartib kiritish bo'yicha bu ne bo'yicha, Nurliqa bo'yicha da endi, shundan da g'ayri liniyasi bo'yicha da aytildi. O'zim da endi bu traktorni ikki taqir to'xtatib, kesatmalar yasab ketgan traktor bu. Endi u qanday emirlar, xo'jaliklar bo'yicha olgan chog'ida endi shundan da opasniy trassalar bitdi. Bizga 10 metr, 15 metrgina da texnologik prosesni olib boradi. Aslında bir sözünde yok bu endi so'lan tashqan vaqtda men endi sentyabr oylarida bunday fojialar bo'yicha endi o'zim qo'rqib jirayman, chunki endi ko'p traktorlar harakatda endi bu qish oylarida bu tip traktorlarni trassaga chiqarib to'xtatib. Bu tip traktor endi yashirin batirin to'g'ri. Mana shu ETS ne oluyor? Enaknikin ETS trassadan опять-таки ombar firma beni qo'rqitadi. Eğer olay şura kaynak da onda 20 metre kadar bir bitası olsa ol korkuta. Ravspareks bilan söylashdi. Endi tilaki traktorlar bo'yicha federal trassa orqali Jeshga borga to'g'ri keladi. Shuluq yangi Boysar bilan eski Boysar orasidagi производственный traktorlarning bu ulushlarda qo'llanmas kerak. Chunki endi bu fojialar bo'yicha mana bizning Fojialar respublika bo'yicha kimi bo'lsa da, mana bizning bu slaydda ko'rasiz. Endi bu debning ulushni kiritib keladi. Nashariyatdan mana bu yilga sayildi endi mana bunday ushbu şey ikkovi bo'ldi. Ikkovi bo'ldi endi. Bizning bu DTPlar bo'yicha to'g'ri, bizning bunda bozorlarlarda kirgan endi. Bunda to'ng xo'jaligining kombayni kirgan. Shunga endi bizning Qobat to'xtalib aytib ketasiz planlar xo'jaligi bo'yicha endi bizning endi общий olgan chog'ida xo'jaliklarda texosmetr va pritseplarni nasharadalanmaydi. Общий olgan chog'ida texosmetr ulushaydi. No'rnasin kontrol ulushaydi. Hozir menimda o'qishini endi 294-fazilda qadar xo'jaliklarga kerak yaramaydi deb o'zlarini qo'rqittirdilar. Endi shunga endi Reysga chiqqan любой texnika har kunlikdan o texnik xizmatkor tomonidan kontrolga olinadi. Buning uchun texnik xizmatkor qo'l qo'yib chiqaradi. U shu texosmotorning vaqt ulushini o'tkazib, dokument tartibda, o'tlar tartibda, tormozlar, ular men tartibda deb javob so'rab, shunga endi mana yurmoq istaydi bitta. Ertadan endi biz bu 1990-2000 yillarda anda 20-30 kishi respublika bo'yicha o'ladi da o'lgan endi absurd aytadikda shuni bilan bitadi. Hozir olaydi bu. Hozir endi da konsa g'aybli kishiga borib yetkanishi tekshiruv organlari bo'yicha bu harakat olib boriladi. Shunga endi o'zimizni saqlayib, mana bo'yicha endi ikkinchi slayd bo'yicha o'shalar bu endi aytganimcha to'ng xo'jaligida endi yashirin batirin to'g'ri bo'z bo'shligida kelib chiqmaydi. Agarda bir-birimizga qo'yilgan talablar o'talsa, bir-birimizga aytib turaman, ish yig'ishtirib vaqtida kombaynlarni endi saqlarga o'rganganlik, chunki endi agentlik masalasida kelgan chog'ida endi bu bizning Boyazovining zapravkasini ishonmayapti. Bu endi bizning ikkinchi uslubi. Şu 12 yılda Rogaslar Canısı'nın peki ona görüştüğünün birisiyle işlerle bitindi. Hala bu işlemedi, ama düştü mü? Rogaslar açısından тоже. Şuraya olayım mı? İki görüşte işlemedi kambayında ama ikini işleyemegenden sonra üçüncüsünü onu kullanıp turda torkuyor. Timeri yemeğine olsa da уже 2 minuttan anda kırıyla şu pazarının teknika kucalıkına olmasa o oktanışlık gelip bitelmeyin.
Şuna özgürlükçü texnikalarını süreçtik bitindi. Любой kombayn özgürlükçü texnikalar boyunca temin etilip, endi şu 3 minut 4 minut içinde biz şu bajarçıxanadan sündürüp kalasak bolady, ondan soň endi onun oktanıştan kilidini tolkusuyor. Bu şu şartlarını buldurmak için endi bizning idara tarafından profilaktik мероприятиялар uyuşturup kilerinde bizning Snegahot degan bir de var. Mana endi hozir Qashqacho'r bizning rayon bo'yicha 30 snegahot bo'lsa, shundan endi былтыр ne bo'yicha endi operatsiya bo'yicha 28 texnika qaraldi. Men endi o'zimning snegahot bo'lmag'achdan yo'ldan keladi degan kishilarga endi u keladi deb endi uram arasında turgan Yamalada shunga endi rayon bo'yicha 30 snegahot o'shda bo'lib, shundan endi 21 Texas motor o'tgan bo'lib turadi, endi 30 na to'ladi. Shunga onun bo'yicha idora etish bo'yicha traktorist mashinistning A1 kategoriyasi idora etuvga taniqli bo'ladish, ham endi o'sha turib Texas motorlar o'tgan bo'ladish. Ham endi тоже shu Oңnaшу, çünkü endi o'rmonga chiqib ketgan, yomonga chiqib ketgan kishini bitirishda kontrolga olib bo'lmaydi. Endi shu gazetalar, televiziyalar orqali endi sizning liniyasi bo'yicha совместный reydlar o'tkazasiz. Mana bu har bir profilaktik мероприятие vaqtida yig'ilamiz. Endi Rafahdan bilan so'zlaymiz. Endi shu mana shu oylik vaqtida bir tarafdan birdalab chiqib, o'zim bu varıştırmagan ihtiyaclar bilen hareket ederseniz. Yani şöyle bir şey da sistema sağlayıp, hakim üstünde onları yeni maşinlerle diyen sonra kurasın kutmalarından teknik anlarsa hareketlerine eklemler var. Bize basınız bu işe var. İngilizce sohbeti 2157 teknika yaşanmadan değil. Bu şimdi elekten bizim teknika sonra kalboz sisteması boyunca kimi desek de 987'si. Narında bir registrasyon almayanlar da demek var. 1163 fizik kilitsi. Kalbozlar boyunca registrasyon alınmadan bunlar şu apeteki prinsip probleması var. Prinsip probleması bu sayede her kucalıkta bu sayede riskine sakara bu sayede sağlam senin üzerinde bitti mi? Senin sorun. Ama karar neydi? Gibi de bizden 6 o kadar. Şöyle bir şeyde bir mi? Şöyle iş birliğine koyuyorlar. Gibi de komisyasına mesela varıp şu planları da bilgiler. Eğer de bizden gayet hizmetkarlardan bir yaparmasak, endi sözlerine kontrolda tutulmaz. Hatta ortaya pişen huzurunda şun böyle hürmet itelerine bu nege bir kumuna kurasmı kumuna kontrolda tutarışın o yayı. Temizlerin registrasyon almanlar bir kopyetinden kolay baş. Nasıl işlemesek gelecekte bizim tamam facialar kıvrak program ki. Ne? İkisi de tecrübelikler şehir işte deni pasalar işte kalmış. Ona göre ne? Sizden deniler bulağı işte oluyor. No. Kızım seni eklem kendim seni tanımalı. Şunun gibi bütün izlettirme oturalım. Labaytı Trassa, Nişik'te traktörlerin teknikanı çıkarmaya, karnı çıkargan çıraklarının bütün neleri olarak işlerin, laboratuvarların, bağlatların, megalkalar bütün çıkarmasına diyen neler yoktur. Bütün alanın senin taleplerine doğru kiletirken halde bulunmak gerektir. Evet, Yıldız. Şu, buna göre bu işe tamir kağıt kisette, bana fiksire edip koyuyoruz her birimizde. Senin saytlar var mı tamam? Gösterdi. Yok, bu işe bir de yaşını batırdı. Yok, sen Texas motorunu batıp karayın, burada inkar etmeyen eybatlar ve kırmak bütün teknikanı qarab çıqasın sen. Ana söz etip olmayız. Nikolay, mana şu tribune prensipinde mana bu slaytda koyup turaydı. Mana bu murguzalığını tayyorlangani, ondan sonra уже производствоga kirib ketgandan so'ng ya teris, ya'ni shunga endi bizning bu parklardan moyka degan yerlarida baribir yakirinib endi u daha terisdagini kunda juvibda turib turmaydi. Endi Minishkin svetовой прибор, endi ular tüdük bo'lib ish, ham endi trassa osha o'tun eshiklarga endi onday turli transport choralari. Ham endi shaxsiy transport choralarini aytib o'tdim ekan, men endi shaxsiylardan qo'rqaman, yashirin batini to'g'ri, ularning prinsiplar bo'yicha problemalar bir ko'p yo'lda o'tgan uchrashgan vaqtda mana bizning endi yerliklar bo'yicha mana qarasak
Endi 20 kolxozlar bo'lsa, o'sha 120 nida shaxsiy sektorda, shunga endi bu meropриятияларga aytib turamiz. Endi qo'yiblarga sholtiratasizmi? Biz bir necha yillikda mana shulay edi. Shunga yerlik tartibini butunimizga da kerak. Yerlik istakchilar bilan da o'rtaq ishni tag'inda jonlantirib